konsultatsiyamga bitta oila kelishdi. Qizlarini yoshidagi o'zgarishlardan xavotir olib, ya'ni qizlari o'z joniga qasd qilish holati bo'ladi. Shunga moyillik bir ikkita popyutkada bo'lgan, shu uchun ota-ona xavotirlanib kelishdi. Keyin birinchi ota-ona va qiz birgalikda oilaviy psixoterapiya qildik, ularni eshitdim. Keyin qizni o'zi bilan alohida gaplashdi. Muammo nimada? Muammo farzandni tarbiya qilish jarayonida mana потребности degan narsa bor, ehtiyojlar. Har bitta insonda bor bu ehtiyojlar. Maslow piramidasiga ham ahamiyat bersangiz, Maslow piramidasida juda ham ehtiyojlar haqida ko'p gapiriladi, tushuntiriladi. Nima uchun? Chunki insonni hayotidagi ehtiyojlarni piramida deb oladigan bo'lsak, bu piramidani eng pastida ba'zi bir ehtiyojlar bo'ladi. Yuqorisida уже inson bu ehtiyojlarni qondirishi pastdan tepaga qarab bajarishi kerak, bosqichma-bosqich.